Vohamiz ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy hayotiga doir xabar va yangiliklar tafsiloti bilan efirda Vohi 24 informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasida mamlakatimizda joriy yilning 1-iyunidan boshlab amalga kiritilgan soliq qonunchiligidagi yangilik va o'zgarishlarning mazmun mohiyatini tadbirkorlar hamda keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida seminar tashkil etildi. Unda tadbirkorlik subyektlari uchun yaratilgan yangi imkoniyatlar va berilgan yangiliklar haqida batafsil tushunchalar berildi. Dastlab shu haqda. Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasida davlatimiz rahbarining 2026-yil 26-maydagi kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi farmoni mazmun mohiyatini tadbirkorlar, ommaviy axborot vositalari vakillari hamda keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida seminar tashkil etildi. Unda soliq qo'mitasi rahbariyati hamda mutaxassislari tomonidan farmonda belgilangan yangi imkoniyatlar, soliq imtiyozlari va yangiliklar haqida batafsil ma'lumot berildi. Jumladan 2026-yil 1-iyundan boshlab umum belgilangan soliq rejimiga o'tish chegarasi 1 milliard so'mdan qariyb 5 milliard so'mga oshirilgani tadbirkorlar uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Shuningdek, umumiy ovqatlanish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalari uchun qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblashning soddalashtirilgan tartibining joriy etilishi mazkur sohalarda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim qadam bo'ldi. Soddalashtirilgan soliq tizimiga o'tsak, bu demak 6% qo'shilgan qiymat solig'i, foyda solig'i 0 stavkasi bilan amalga oshiriladi va shu bilan birgalikda shu farmonda qator yengilliklar, ishchilarni ishga olish, vaqtinchalik va ularga mehnat shartnomasini rasmiylashtirish va oylik to'lash bo'yicha ham juda ham yaxshi yengilliklar bizlarga berildi. Seminar juda ham bir mazmunli, ahamiyatli o'tdi. Qiziqarli savol-javoblar, menda ham o'zimda ham savollar bor edi. Men shu savollarga javob oldim. Seminar davomida oylik aylanmaning naqdsiz qismi ulushdan qat'iy nazar to'langan qo'shilgan qiymat solig'i summasining 40%ni korxonaning hisob raqamiga qaytarish mexanizmi haqida ham tushuntirish berildi. Yakunda ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga soliq qo'mitasi mutaxassislaridan batafsil javoblar olishdi.